Har bir kasbning o'ziga xos mas'uliyati, shon-shuhrati bor. Ammo inson qalbining eng nozik tolalari bilan ishlaydigan, bolalik olamining beg'ubor mehrobida xizmat qiladigan kasblar ichida tarbiyachilik alohida o'rin egallaydi. Aynan shunday insonlardan biri Zomin tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 3-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat yuritayotgan Azamatova Charos Qilichbek qizidir. U qisqa vaqt ichida o'zining mehnatsevarligi, bolalarga bo'lgan mehr-muhabbati va kasbiga sadoqati bilan ko'pchilikning hurmat-e'tiboriga sazovor bo'ldi. Men Azamatova Charos Qilichbek qizi 2 yildan buyon maktabgacha ta'lim sohasida o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Hozirda Zomin tumanidagi 3-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi vazifasida bolajonlarga ta'lim-tarbiya berib kelmoqdaman. Har bir yangi kunim bolajonlarning "Assalomu alaykum ustoz" degan quvnoq, samimiy ovozlari bilan boshlanadi. Bolalarning sog'lom va barkamol rivojlanishlari uchun jismoniy mashg'ulotlarga alohida e'tibor qarataman. Harakatli o'yinlar, ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlari ularga nafaqat sog'lig'i, balki ijtimoiy moslashuvga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Charos Azamatovaning har bir bolaga individual yondashuvi, mehr bilan so'zlashi, o'rgatishi va bolalarning qalbini tushunishi bu uning tarbiyachilik borasidagi katta yutug'idir. Bolajonlar bilan faoliyatim davomida innovatsion va samarali metodlardan foydalanaman. Shu bilan birga bolalarga san'at markazida noodatiy va interaktiv usullarda rasmlar chizishni o'rgataman. Ertaklar olamiga sayohat qilish esa bizning eng sevimli mashg'ulotimiz. Men har kuni bolajonlarga ertak kitoblar o'qib beraman. Bu orqali nafaqat tinglash, balki yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi farqlarni va xulosa chiqarishni o'rganishadi. Shu o'rinda Yurtboshimiz Shavkat Miramonovich Mirziyoyev tomonidan maktabgacha ta'lim sohasiga qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Oxirgi yillarda bog'chalarimizda zamonaviy qulayliklar, texnik vositalar bilan boyitilgan rivojlantiruvchi muhit vujudga keldi. Bu imkoniyatlar biz pedagoglar uchun katta rag'bat bo'ldi. Charos Azamatova tarbiyachilikni oddiy bir ish emas, balki qalbdan bajarilishi kerak bo'lgan burch deb biladi. Aynan shu muhabbat va fidoyilik uni eng fidokor tarbiyachi degan nomga munosib qilib ko'rsatadi. Bu kasbni tanlaganimdan, yuragimni unga baxsh etganimdan biror kun ham afsuslanmadim. Chunki bu kasb menga bolalarning samimiy quvonchini, beg'ubor kulgusini berdi. Aynan shuning uchun ham men o'zimni eng fidokor tarbiyachi sifatida emas, balki fidoyiligini yuragidan o'tkazgan inson sifatida his qilaman.